Optim savdo qilayotganlarning asosiy ikkita muammosi bor. Birinchisi bu spisga yozish va ikkinchisi ostatga, ya'ni qoldiqlarni nazorat qilish. Biz sizga mana shunaqangi muammoga zo'r yechim beramiz. Xullas, birinchi navbatda sizga sklad o'rnatamiz va mana shunaqangi internet do'koningizni ochamiz. Internet do'koningizni sklad bilan integratsiya qilib beramiz. Va integratsiya qilingandan so'ng bu yerda mijozlar istalgan payt kirib, mahsulotlaringiz keraklisini tanlaydi va bu yerda qoldiqlarni xohlasangiz ko'rinadigan, xohlasangiz ko'rinmaydigan qilish mumkin. Va bu narsani ishga tushirganingizdan so'ng klientlar istasa Google dan, istasa Telegram botda, istasa Instagramdan, xohlasa Play Market va App Store'dan dastur holatida sizning internet do'koningizga kirishi va o'ziga kerakli buyurtmalarni tanlab, общий itogasini ko'rgandan keyin buyurtma berish mumkin. Tayyor buyurtmalar istagan joydan buyurtma bersa ham birgina Telegram guruhiga kelib tushadi va siz birgina chop etish tugmasini bosish orqali tayyor chekni chiqarasiz va mijozga ro'yxatni tayyorlab berasiz. Va qarabsizki, kelgan buyurtma avtomatik skladingizdan tovarlarning qoldig'ini kamaytiradi va internet do'koningizda ham kolичествоni kamaytirib ko'rsatadi. Agar sizga mana shunaqangi tartibli tizim kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga buni qilib berishda yordam bera olamiz. Xizmatlarimiz pulli, bepul emas. Bu xizmatimizdan foydalanish uchun hoziroq pastdagi havola orqali ariza qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.